Tushda chodir ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirning aytishicha, tushdagi chodir yaxshilikka dalolat qiladi. Tushida chodir ustiga minib olganini ko'rsa, dunyoning mol-u matolaridan biror narsaga ega bo'lishini bildiradi. Agar chodir o'z mulki ekanini tush ko'rsa, xotin olishiga dalildir. Chodirning yashil yoki oq ekanligini tush ko'rsa, yaxshilikni bildiradi. Tushida chodirning mashhur chodiri ekani, rangi yashil bo'lib, chodir ichida o'tirganini ko'rsa, dindor bo'lishiga dalildir. Agar chodir notanish bo'lsa, shahid bo'lishi ishorasi. Oq chodir mol-u ne'matga, qizil chodir o'yin-kulgu bilan mashg'ul bo'lishga, ko'k chodir g'am, anduh va musibatga, qora chodir esa arzimas foydaga dalildir. Chodir o'ziniki ekanini bilsa, unga xos ta'bir tush egasiga taalluqli bo'ladi. Kirmoniy aytadiki, tushda chodirdan chiqib ketayotganini ko'rsa, sharaf va ulug'lik topadi. Tushida podshoh uning chodiri oldida o'tirganini ko'rsa, ishlari yaxshi bo'lishini bildiradi va dushman ustidan zafar qozonadi. Tushida podshoh uni o'z chodiriga chaqirayotganini va u chodirda podshoh bilan birga o'tirganini ko'rsa, podshohdan xayr va manfaat ko'rishi va ishlari yurishiga dalildir. Hazrati Sodiqning aytishlaricha, tushdagi chodir 5 narsaga dalildir: saltanatni, rayosatni, hokimlikni, ulug'likni, lashkarboshlikni. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.